Birinin tumanında Isuzu Samansval satıladi. Bu Isuzu Samansval 2011-yil ishlab chiqarilgan. Yurgan masofasini kelsak 135 ming yurib turibdi. Mashin soz, 6 bolon ham toza qo'yilgan. Umuman rasxod yo'q. Motor ham soz, 120 likdan 2 dona metan qo'yilgan. 200 dan ziyod bilan to'ladi deydi. 250 uzoqqa desanizlar 300 kilometrgacha yuradi ekan. Hamma yeri toza. Hech bir gap davatan yeri yo'q. Pul topar mashina do'stlar. Sotib olasizlardan basaverasizlar, karyosh tashiysizlar, sement tashiysizlar, to'proq tashiysizlar, 10 tonnagacha yukladim deyapti egasi. Polni 10 tonnagacha yuklayverasizlar ekan, salaverasizlar. Orqa chunkadan qilay ekan bu. İşler ham chotki, mana perdalardan ishlab qo'yibdi. Chiroyli deb 135 ming yurib turibdi. Yarim zajganiyada xotlanadi. O, ko'tarishni qarang buni. Karyosh tashishga zo'r ekan. O, gap yo'q. Toza ekan ham beriligan. Bunda qaranda qichilib, pursilib aytganlar ham yo'q tashida. Toza mashina. Bahosini kelsak do'stlar, bahosi 320 million so'm aytilishi. Kelishilgan narxda sotiladi. Qattiqroq baho yo'q. Kelasizlar, ko'rasizlar mashinani, kelishib olasizlar. Dokumentlari soz. Mashinaning aybi yo'q. Mashinani prosta ulrag'idan olacaqman deydi. Shunga sotacaq. Atak satiladigan mashina emas, pul topar mashin. Ko'mir tashib, to'proq tashib, karyosh tashib yurgan mashina ekan. Yanında ulraq Kamazday qilini olacaqman deydi. Tozasidan deydi. Shunga deydi, buni sotacaq. Shu vaqtgacha pulni toptirgan, lekin malades. Telefon nomerlari yoziladi, zvont etib kelishib olasizlar. Mashin birini Palvashda turibdi. Uyga kelib, ko'rib, sotib olasizlar. Telefon nomerlari yoziladi. Bu videomizda shunday pul topar mashina izlab yurgan yurtdoshlarimizga jo'natib qo'yasizlar.